أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hörmətli qardaşlar, biz bugün Sura Al-İmran'ın 80. ayetini keldi. İlgirki ayetlerde Allah subhanahu wa ta'ala kişiler için tallab evetken elçiler yoki peygamberler ve yoki undan keyin peygamberlarning varisi olgan alim ulamalar, yani dini davetçiler, bu yolga kişilerini çaqırgıcılar Allah'ның kitaplarını, bergen hikmetlerini, hükümlerini bilip bo'lgandan keyin acaba kişilerini özüge qulchilik qilish, özüge itoat qilishga buyuramdi Allohni qo'yib. Tabii ki unda bo'lmaydi. Haqiqiy Rabbani, haqiqiy davetçi unda qilmaydi degan asosda mazmun oxirlashgan edi. Bugünkü 80. ayette o'xshashlar shuning davomi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kişilerinin içinden tallab avatgan elçi yoki payg'ambar va undan keyin ularga varis bo'lgan, mirosxo'r bo'lgan Allohning kitobini, Allohning hikmetini, Allohning hukmini bilgan kishi yuqorigidek Allohni qo'yib menga itoat qilinglar deb haqni o'ziga chaqolmaydi deganning davomi. Estaizu billah va la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Yani unda insan, Allah subhanahu wa ta'ala tanlagan insan herkeslerini, malaikelerni ve peygamberlerini Rab qilishga buyurmaydi. Buradaki arbab degani Allah'ның buyruğu uyaqda qilib insonlarning manfaati uchun xizmat qiladigan, insonlarga itoat qiladigan munda ishga asla va asla buyurmaydi. Sizlar musulmon bo'lib qolgandan keyin, ya'ni sizlarni kufrga buyurmaydi. Agar ashta bo'lib qolsa, u degan islom emas, u degan kufrlik o. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo kitob ato qilgan, hukm ato qilgan, payg'ambarlik ato qilgan kishiningki malaikalar bilan payg'ambarlarni kishilarga Rob qilib tiklishi yoki buni buyurishi asla va asla mumkin emas. Yani bu kishi menga ibodat qilinglar, ilgirki oyatdagidek, menga itoat qilinglar, Allohni qo'yib, yoki malaikalarga itoat qilinglar, qo'lchilik qilinglar, yoki payg'ambarlarga qo'lchilik qilib, ularga Allohni qo'yib, Allohning gapidan chiqib turib bo'ysuninglar deyishi asla va asla mumkin emas. Allah subhanahu wa ta'ala yuqorqi ahvollarga o'zi javob berib oyatning oxirida ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Acaba unda kishilar sizlar musulmon bo'lib bo'lgandan keyin sizni ashta kufrga burama? Oxiridagi oyatning oxiridagi sizlar musulmon bo'lib bo'lgandan keyin shu vaqtdagi real bir voqelikni ifodalaydi. Ya'ni musulmonlar Resulullahga bo'lgan hurmati favqulodda yuqori o'z vaqtida. Resulullahni favqulodda cho'ng ko'rdi. Resulullahning qashiga kelib oldingi qatimliq darsimiz degandek, biz sizni odatdagi kishilarga o'xshash muomala qilsak bo'lmaydi. Sizlarga boshqacha shaklda bir hurmat bildirish kerak. Sizlarga sajda qilsak qanday? Rasululloh vaqtda shuni izohdagi sajda faqat kim uchun bo'ladi? Alloh uchun bo'ladi. Allah uchun bo'ladi. Agar Rasululloh mushunga qo'shilgan bo'lsa, menga sajda qiling degan bo'lsa, kishilar dindan chiqib ketdi. Bu asla va asla bizning payg'ambarimizdan Muhammad alayhisolamdan va har qanday bir payg'ambardan va har qanday haqiqiy ixlos bilan Allohning hukmini, kitobini, hikmetini bilgan, halol haromni bilgan har qanday insondan bu ahvol nima bo'lmaydi. Sodir qolsa, u iman doirasida qat qolmaydi. Shuningga oyatda sizlarni musulmon bo'lib bo'lgandan keyin kufrga buramdi degan ahvol shu vaqtdagi vaziyatni ko'z tutib ma'noni ishorat qilish kerak. Ondan keyingi 81-oyatda qarindoshlar Alloh subhanahu va taolo da'vatida Estaizu billah ve iz akhadallahu mithaqan nabiyyina lama ataytukum min kitabin ve hikmetin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi ve la tansurunnahu qala aqrartum ve akhadhtum ala zalikum ithri qalu aqrarna qala fashhadu ve ana ma'akum minash shahidin. Oyatning mazmuniga kirishdan ilgari qisqacha bir tarjima qilib o'taylik qarindoshlar. O'z vaqtida Alloh subhanahu va taolo
payg'ambarlardan shundoq bir ahdi misoq oldi. Ya'ni sizlarga kitob, hikmat berdim. Hammasining qo'lda kitob bor payg'ambarlarningki, hikmat va Alloh avatgan. Ondan keyin sizlarga bir payg'ambar kelsa, sizlar atkagan bu yo'lni tasdiqlaydigan bir payg'ambar kelsa, ya'ni asosiy prinsipi bir demakchi. Sizlar mushuningga iymon etysizlar va yordam bersizlar. Biz payg'ambarlardan mashtada ahdi misoqni oldik. Dediki Alloh subhanahu va taolo aqrartum, sizlar buni iqror qilamizlar. Ya'ni demak cho'g'ini mushuningga va'da beramizlar. Va akhadtum zalikum ithri, buningga va'dan oldi turamizlar degan mazmunda. Qalu aqrar. Biz buningga va'da beramiz, buni iqror qilamiz. Qalu fashhadu, sizlar buning guvoh bo'linglar. Men musilahga guvohchi da'vatidir. Hamsizlar bilan birga guvohlarning qatorida. Endi qarindoshlar, oyat Alloh bilan payg'ambarlar o'tirisidagi hivor, payg'ambarlar ustiga yuklagan vazifa, payg'ambarlarningki keyingi payg'ambarlarga qarta ummatini qanday muomala qilishni o'rgatishiga qarta kelgan bir ma'lumot tek turdi, ammo bu bir islom jamiyatidagi islom iymon karvanininki uzun muddatlik musobasidagi xizmat qiluvchilarninki, diniy rahbarlarninki, diniy jamiyatning o'zaro birisi bilan moslashish, ya'ni vaqtliq nupuz manfaatning ta'siridan masalani ihtikor qilib olmaslik. Yani butunlay bu ish mening ishim, sening ishing emas demaslikdek bir moncha kang doirani o'z ichiga oladi. Avval biz oyatning tafsiriga bir kirib baqaylik qarindoshlar. Endi oyat Allah subhanahu va taolaning payg'ambarlar karvanini oqa avatadiganlik bir haqiqatni bizga deb beryapti. Hammamiz bilamiz, Alloh tunji yo'lni Odam alayhisolamga tushagan. Hayotga keraklik bo'lgan butun qonun, ahkam, shariatning hammasini o'z ichiga olgan bir shaklda Odam alayhisolamga tushagan. Odam alayhisolam ballarga bu yo'lni, bu prinsipni, hayot mizonini ballarga avatgan. Xuddi dada ballarga o'rgatdi-ya bir hayotda qanday yashashni. Odam alayhisolam shunday avatgan. Undan keyin bu ahvol avlod mush shaklda davomlashib mangdi. Ama zamanның o'tishiga ergishib, ba'zi prinsiplar unutiladi. Ba'zi prinsiplar qilib qoladi. Insonning tabiati shu. Har vaqt aslatilib turmasa, o'rgatilib turmasa, qilib qoladiganligi aniq cho'qim narsalarningki. Endi mushuning o'zi kishilar ma'lum bir davrda Alloh bu hayotda yashash uchun avatgan manhaj prinsipdan g'ofil qoladiganligining ifodasi. Tabii ki bu bırakla olmaydı. Bir neçe basqoch, yıllar, əsrlər jarayonida şəkillenadi bu. Mesela deyli, bir cemiyette Allah'nınki kanuniyeti, Allah'ның mənheci, dini təlimatlar həmmələnə qana qılındı, bildirildi. Həmmələn bildi. Ama vaqtның ötüşüge ergişib, mən bir nərsini azraq unutuyman da, bir tərəfdən azraq g'afil qalaman. İnsanda iki nefs oludu qarindoshlar. İlgili derslerimizde dedik bunu. Birisi aşta g'afil qolgan, yo'ldan chiqqiri turgan yoki shunda xatolash qilib turgan vaqtda to'xta, ma xatolikni qilma, mendan g'afil qilyapsa, ma ish anda emas deb bizni eskartib turadigan bir nafs va insonda. Bu nafsul lavvama deb ataymiz bu nafsni. Yani davomli ayıplab turguchi, tanqidlab turguchi, yomonlikni to'squchi nafs. Yeni bir nefsi var insanda. İnsanını şu menvatkan, özünün hayat kıymet qarashlari, dini kıymet qarashlari bu hayat dasturidan azraq matarafga ağdırıdığan bir nefsi var. Bu nefsini emmaratun bis-su, yamanlık tarafga insonni chaqag'uchi nefs deb ataymiz. İnsanda mushtabir ahvol shakllanadi. İnsan yo'ldan chiqadi. İnsanның nefsul lavvama insonni yo'lga tortib akiradi. Yani yo'ldan chiqadi, yo'lga tortib akiradi. İnsan mush shaklda her vakit şunda insanını Allah'ın menhecin bir mügdek bassa derhal uygutduğun bir halet oludu. Şimdi çünkü iman, bu yol,
diniy hayot dasturininki mana bir immunit kuchi bor. Uzdan uzga qanaq turadigan, to'liqlab turadigan. Endi biz buni bir shaxslar nuqtasida davatimiz. Mushuni shunda jamiyatga solsak, jamiyatning o'zida mu shunda bir ahvol bo'ldi qarindoshlar. Jamiyat xuddi insonda ikki nafs bo'lganda, jamiyatda ikki xil yo'l bo'ldi. Bir xil yo'l jamiyatni yo'ldan chiqarishga urinadi. İnsanlarınki Allah'ın mənnicini taşlab, özünün xahisinin keyniga, havai havasının keyniga menişiga sebep bulduğun bir bilik kişiler oldu. Yeni bir bilik kişiler var ki, bularını tosup daim oyg'otib, agahlandırıp durdu. Zamanın ötüşüde bazı mağola küçüydü, bazı mağola küçüydü. Ama cemiyette tamamen şunda ahval yo'qolsa. Bir adamning qalbida nafsil lavvama qamisa, yani qilayotgan xatoligi u odamga hech tuyulmaydigan bir holat shakllanish shaxsning qalbida. Va bu ahvol jamiyat umumlashib, jamiyatda yomonlikdan to'sib yaxshilikni buyuradigan bir ahvol qamig'inida chiliklik bu yo'ldan chiqish umumlashib ketdi degan gap. Shu vaqt bir payg'ambar kelish kerak. Shu vaqt payg'ambar keladi. Chunki Alloh subhanahu va taoloning maqsadi kishilarni to'g'ri yo'lga qana qilish, boshlash. Endi Alloh kamalat sifatining sahibi ki Allah bizni yaratdi, ammo bizning yaratilishimiz, dunyoda yashashimiz Allohga hech foydasi yo'q. Bizning xatolashishimiz, yo'ldan chiqishning hech ziyni yo'q. Masalan bir hadis qudsi va Imom Muslim bilan Tirmiziy, Ibn Majah 3 imom rivoyat qilgan bir hadis. Hadisning mazmuni bu, qarindoshlar: "Ya ibadi, inni harramtu zulma ala nafsi va ja'altuhu baynakum muharrama, fala tazalamu." Bandilarim, men zulmni o'zimga harom qildim. Va sizlarning oranglarga harom qildim, o'z ara zulm qilishmanglar. Bandilarim, men to'g'ri yo'lga yetaklamasam, hammanglar to'g'ri yo'l topolmaysizlar. Unadan keyin mendan so'ranglar, men sizlarni to'g'ri yo'lga yetaklay. Bandilarim, men tomoq vermasam, hammanglar och qolasizlar. Unadan keyin tomoqni mendan so'ranglar, men sizlarga yemaklik beray. Bandilarim, men sizlarning kiyim bilan yo'g'imasam, kiyim bermasam, hammanglar yalang'och qolasizlar. Mendan so'ranglar bu kiyimni, men sizlarga kiyim beray. Bandilarim, sizlar kecha kunduz xatolik o'tkazisizlar. Bütün günahını mağfiret qildig'ini mana men unog'anda mendan mağfiret so'ranglar. Men sizlarni mağfiret qilay. Bandilarim, sizlar menga ziyon yetkazay deb mi yetkazolmaysizlar? Foyda yetkazay deb mi foyda yetkazolmaysizlar? Sizlarning boshdan oxiri hammanglar, inson jininglar hammasi bir taqvo odamning yuragidek taqvo bo'lib ketgan taqdirda menga hech narsa ziyoda bo'lmaydi. Mening mulkimga hech qanday foydasi bo'lmaydi. Agar sizlarning avval oxir hammanglar, inson jininglar eng fosiq, eng fojir odam bo'lib ketgan taqdirda menga hech qanday narsa kamlab ketmaydi. Bandilarim, sizlarning avval oxir hammanglar, inson jininglar bir yerga yig'ilib, biroqlar bir savolni mendan so'rasa, mendan bir talabni qilsa, men sizlarga berib o'taman hammasini. Bütün hammanglarga berib o'tganim mening qishimdagi narsalardan hech nima kamlatmaydi. Bir dengizga yengini chukrab olsa, dengiz hech nima kamlamaganga o'xshash. Sizlarning bandilarim, sizlarning amallaringlar bu dunyo hayotda yashayotgan hayotinglar. Men uni sizlarga sanab qo'yaman. Ondan keyin sizlarga qilgan har yaxshilikning mukofotini to'liq beraman. Kim yaxshi ishni qilgan bo'lsa, Allohga hamd etsin. Eski ishni qilgan bo'lsa, o'zini ayblasin. Hadis quddusiy bu qarindoshlar. Ya'ni Allah subhanahu va taolo bizni avvalan oxiran boshdan oxir yaratdiki, bizning hech qanday bir holatimiz Allohga ne foyda, ne ziyon kelmaydi. Allah subhanahu va taolo sura Zariyatning 57-58 oyatida ma uridu minhum min rizqin va ma uridu ay yut'imuni. Men ulardan hech qanday bir rizq, hech qanday bir tamoq talab qilmadim. Albuki innalloha huvar razzaq zul quvvatil matin. Allah haqiqiy kuch sahibi, kuchning sahibi. Allah rizq berguvchi. Demak, Allah subhanahu va taolo bu hayot manhaji, hayot qonuniyati, shariatda bizdan bir ishni
qil deb talab qilgan bo'lsa yoki qilma deb talab qilgan bo'lsa, qilmaslikni hammasi bizning manfaatimiz uchun. Allohga hech narsa munosabatli emas. Ya'ni Allohning ne foydasi, ne ziyniga munosabatli emas. Allah subhanahu va taolo bir ishni qil deyish orqali bizga azroq jafo solgan bo'lsa, bir ishni qilma deyish orqali bizning o'zimizning xiyolidagi erkinligimizni bo'qqan bo'lsa, bu bir erkinlikning bo'g'alganligi yana birlarining erkinligi, yana bir uningdan ko'proq erkinlikka kafolatlik qilish. Masalan, bir o'g'rininki erkinligini bo'g'di, o'g'irlik qilmadi. Bu o'g'irlik qilma degan buyruq shu bir tal odamga ham tushgan buyruq emas. Yaşayotgan hamma odamga tushgan buyruq. 50 million odam bo'lsa, 50 million odamning hammasini o'g'irlik qilma da'vatidir. Bu yerdagi o'g'irlik qilish erkinligini bo'g'di, yashash, mol mulkidan xotirjam bo'lish erkinligiga kafolatlik qilish uchun. Men jamiyatda birov o'g'irlik qilmadi, kimningini o'g'irlamadi, bizningini o'g'irlamadi. Allah subhanahu va taolo bir o'g'rining qo'lini tutib olish orqali o'g'irlik qilishdan millionlagan kishiningki mol mulkining o'g'irlanib ketishini saqladi. Demak, bu yerda bir o'g'irlik qilma, o'g'irlik qilsang qo'lingni kesidu degan bir cheklama amaliyotda butun insonning manfaati uchun kelganti bu. Shu bu nuqtadan shariatning talablarini, taqozolarini bir yuk asosida olmay, mas'uliyat va huquq asosida olsak, bu bir qilish tegishlik mas'uliyat va bu orqali bizning qo'g'dilgan huquqimiz va degan shaklda olsak, bu intayin bir rahat ish amaliyotda. Allah subhanahu va taolo yana bir misol, bir ko'zning haromga qarashini cheklab, bir qarash erkinligini bo'g'di deyilsa, sening mahramlaringga shu tikilib turgan nurg'un ko'zlar yumiladi. Yani onun yeni bir cihetlik menfaati kelib, yani sana qaytida hisobda yana. Sening mahrimiyatingga qo'l uzatmaydi boshqalar. Demak, bu yerda bir xil ani qil, ma'ni qilma degan shariat amaliyotda har mu'minga, jamiyatda yashayotgan har kishiga xotirjam, huzurli bir hayot bag'ishlaydigan qonuniyat. Hammasi bizning manfaatimiz. Endi ashta o'g'ayken Allah subhanahu va taolo bizga mehr shafqatli qo'g'achqa payg'ambarlarni o'zliksiz avatib turdi. Odam alayhisalom zamonasida. Biz bayatni dedim ya darsning boshida. Har vaqt yo'ldan shunda chiqib olsa, payg'ambar darhol keladi. Va yo'lni oydinlashtiradi, kishilar yo'lga qaytadi. Toki payg'ambar alayhisalom, Muhammad alayhisalom va Qur'on kelganga qadar. Endi ilgirki payg'ambarlarning Odam alayhisalomdan tortib payg'ambar islomgacha epkelgan qonuniyat prinsiplarida hech qanday zidlik yo'q. Hammasi o'xshash asosiy prinsip, hammasi shu davrdagi yashayotgan kishilarningki manfaatligi kafolatlik qiladigan. Shunga qanaqdir bir payg'ambar bir-biriga zid qiladigan ish aslo va aslo mumkin emas. Unda bo'lsa bugun kunga qaragan vaqtda dilla o'tirisizdagi to'qinish nerdan kelib chiqqan? Xristian dini, Yahudi dini e'tirof qilmayotgan, Yahudi dini Xristian dini e'tirof qilmayotgan va u dinlar islom e'tirof qilmayotgan. Bu nerdan chiqdi? Bilishimiz kerak, payg'ambarlar Allohning manhajini aklab kishilar o'tirisida umumlashtirgandan keyin dunyodan ketdi. Ve şu peygamberlerge erişkenler ve şu yolunun sahibi olanlarda şu vaqtida iş quluğa düşüp bir vaqtlik nupuz paydo bo'ladi. Şu orqali ular ma'lum manfaatga erishib atgan bo'ladi. Va kishilarningki bu shaklda davom qilmay, yeni bir payg'ambarning kelib, bular epmenayotgan yo'lni buzib o'tishidan dal qo'qidiga yemmush shu. Masalan deyli, Yahudilar Musa alayhisalom ketgandan keyin bir hukm surdi deyli. Şu vaqtdagi Yahudilarning poplari masalan, Musa alayhisalomning ergashgichlari, shu vaqtdagi Yahudilarningki olim, ulamo, mollalar deyli. Şu jamiyatningki shu shaklda menishidan elayotgan bir foydalar bo'lgan bo'ladi. İsa alayhisalom kelib, nasroniyat kelib, yo'l ma'vo, sizlar manda xatolik desa, darhol bularning manfaatiga tekkanlik uchun bular rad qiladi. Asli Allah subhanahu va taolo
kuchagan shaklda qilib qolgan bo'lsa bular, ya'ni to'g'ri yo'lda qilib qolgan bo'lsa, qana qilmaydi, qat'iy rad qilmaydi, balki kelgan payg'ambarning qulig'i suyatdi. Uning kelganligiga hamd sano aytadi Allohga. Biz mush yo'lning ergashkichilari ba'zi taraflarda xatolashgan bo'lishi mumkin. Bizning bu yo'lni tuzitib qo'yinglar. Allohga hamdlar bo'lsin. Bizga marhamat qilib payg'ambar avatdi deb payg'ambarlarga hamdamdi bo'ladi. Alloh qarashliq nerdan chiqdi shu vaqtida dal o'zining navbatdagi nupuzi va shu nupuzni qo'ldan bag'isi kamigan qalbidagi xohishi ish yerda payg'ambarlarga ergishishdan qana qiladi, cheklaydi bularni. Hech qanday bir din yo'q. Dinsiz bir jamiyat kelsa, jamiyatga payg'ambar kelsa oson. Ular tartishligiga yo'nmaydi. Haqiqatni tushungandan keyin kiraveradi. Ammo o'zini samaviy dinning egilari. Voy biz degan, masalan, musulmon. Qo'limizda Allohning kitobi bor. Biz bu shariatni bilamiz deb turib yo'lda chiqib ketgan insonlar bo'ladi. Ya'ni dindorlikni da'vo qilib turib, asli yo'lni unutgan, asli prinsipni unutgan bir jamiyat bo'ladi. Manda jamiyatga kelgan payg'ambarlarni e'tirof qilmoqdasiz. Chunki bularning deganimizda vaqtliq shu vaqtdagi bulardagi nupuz, shu vaqtdagi bular ilayotgan manfaat bularni qanaqa qilib qo'ymaydi payg'ambarlarga, haqiqatga ergashgili qo'ymaydi. Endi oyatning mazmuni shu. Biz bayatda dedik, payg'ambarlar karvoni Allohning xalqiga davom uzluksiz kelib turadi. Nishqa bu xalqni yo'ldan chetnab ketishdan himoya qilish uchun. Endi Alloh subhanahu va taolo ummati Muhammadiga kelgan vaqtida shunda bir ummatni tanladiki, bundan keyingi omonatni ustiga oldigan. Chunki payg'ambar alayhisolamdan keyin payg'ambar kelmaydi. Unda bo'lgandan keyin qonuniyat shuki, bu ummatda qiyomatga qadar yaxshilik mavjud bo'ladi. Shunda dindan chiqayotgan insonlarni ko'rganimizda ansirash hojatsiz. Cho'qim yana bir tarafdan bularni shu dinsizlikdan qaytaradigan bir bilik insonlar cho'qim chiqadi. Mishqa ummat Muhammadiyni Alloh subhanahu va taolo Al-Imronning 104-oyatida nima deb sifatladi? "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr va ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar va ulaika humul muflihun." Aranglardan mishta ummat bo'lsin. Cho'qim bor bizning aramizda. Yomonlikni ko'rsa, uni to'sadigan, yaxshilikka chaqiradigan başta bir ummet çoğum ummati Muhammadiyada bo'ladi. Yana bir oyatda 110-oyat sura Al-Imronninki kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Sizlar kishilarga chiqarilgan eng yaxshi bir ummat. Ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Yuqorqi sifatning hammasi topildi bu oyatda o'xshashlar. Yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan qana qilish, tusish, kishilarga chiqarilgan. Demak, ummati Muhammadiyaning qalbidan bayatdan biz degan nafs lavoma asla va asla yo'qolmaydi. Ummatning bir qismi xatolashidir, yana bir qismiga buni eskartidi, to'g'ri yo'lga soladi. Mush shakl davomlanishidi. Chunki bizga tushgan Qur'onda shu asri hammani bilasizlar, "Val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihat va tawasaw degani ummatning har afrodlarida, har shaxslarida boshqalarning yaxshilikka topulash alohidligi va majburiyati bor. Bu ummatda davom birisi yaxshilikka chaqiruvchi, yana birisi yaxshilikka chaqiriluvchi bo'lmaydi. Har shaxs ham chaqiruvchi, ham chaqiriluvchi. Chunki men bugun xatolashiman, yana birisi meni yaxshilikka tavsiya qiladi. Ata u xatolashidi, men uni yaxshilikka tavsiya qilaman. Unda doimo men yaxshilikka chaqiruvchi, boshqalar xatolar unda sho'maydi ummati Muhammadiyya. Ummati Muhammadiyaning xarakteri har vaqt yaxshilikka chaqirish, o'zini mushu ummatning farzandi, mushu ummatning a'zosi degan har bir musulmonda bo'ladi. Chunki hammadan xatolashidi, davom xatolashib turadi. Xatolashgan vaqtida ikkinchi bir taraf uning yaxshilikka tavsiya qiladi. Bu xatolashgan vaqtda yana birisi yaxshilikka tavsiya qiladi. Mashta shaklda o'z ara va tavasav yaxshilikka tavsiya qilish qanday qilib davomlashadi. Chunki inson o'zgarib turadi. Bugun men yaxshi, at xatolashishim mumkin. Hergiz men azaldan xatolashmaydigan, davom boshqa yaxshilik tavsiya unday bo'lmaydi. Men bugun to'g'rini tavsiya qilib o'rtaga chiqqan bo'lsam, at xatolashib tavsiyaga, vasiyatga muhtoj qilishim mumkin. Oyat shuni da'vatadi. Mana bu
ummati Muhammadiyaning ahvoli. Ammo ilgirki payg'ambarlarning ummati bo'lib qolsa, bunun şu peygamberi var, davam kıldığı kitabı var ama özde aşağı bir ahval var. La yetenahawna an munkarin fa'alu. Bula hatalık arasında umlasa tasma çatıqlar. Nima çatıqlar? Şunlaşqa bula devri pat ketip durdu. Bir peygamberden keyin bir peygamber kelip durdu mush şekil. Amma ummati Muhammadiya unda emas. Endi oyatning o'ziga kelsa qarindoshlar, ahvol shu ekan. Alloh subhanahu va taolo har payg'ambardan bir ahd oldi. Qanday ahd oldi? Sizlar kishilarni shuningga buyursizlar. Qavminglarga bu manhajni yetkazisizlar, bu qonuniyatni yetkazisizlar va bundan keyin kelgan har payg'ambarni qarshi oladiganlikni yetkazisizlar. Bu bir ahd har payg'ambardan ilingan. Ilgari payg'ambarning ummatlarining hammasi özünün peygamberleri ügetke yol boyunca mağdu. Yoldan şunda adassa yine peygamber kılıdı. Bu ümmet, şu peygamberin ümmeti, şu peygamberge ergişip mağdu. Mana bu peygamberlerden Allah tarafından ilingan vədə. Allah tarafından ilingan əhdi. Misak. Amma qacaniki bir millette şu vaxtda. Ularda şu vaxt sahip bo'lgan vaqtliq nupus ishqi, ulardagi vaqtliq manfaatning shahvati, havasi bularni shu payg'ambarlarga ergishishga yo'l qo'ymayotdi. Ma oyatdagi mazmun dal shu qarindoshlar. Ya'ni payg'ambarlar kelib turdi, payg'ambarlarga oldingi payg'ambarninki ummati darhol ergishish majburiyati bor. Endi deyishimiz mumkin, oyatdagi har payg'ambardan olgan bu ahdi shu davomli payg'ambar kelib turadigan zamonlarda muvofiq qilishi mumkin. Masalan, ilgirki ummatlarninki tarixini o'qiganimizda bir payg'ambar ma shahrida yashaydi, yana bir payg'ambar a shahrida 50 yil ilgari bir payg'ambar kelgan, 30 yildan keyin bir payg'ambar keldi. Aqibin peygamber keladigan bir davrlar bo'ldi. Tamam. Endi Rasulullahning davrimiz shu. Desa, Rasulullah eng oxirgi payg'ambar, o'zini Musa alayhisolamningki ergash kuchli deb qarayotgan Yahudlar va Isa alayhisolamning ergash kuchlari biz samoviy dinning sohiblari deb qarayotgan xristianlarning payg'ambar alayhissalatu vassalamga ergishish majburiyati bor. Oyatdagi bir nuqta bizning diqqatimizni tortish kerak qarindoshlar. Oyatda kim kelgan payg'ambarni nimda sifatlaydi bilamsizlar? Musaddiqul lima ma'akum. Ya'ni ilgirikilarning yo'lini tasdiqlaydigan deydigan bir sifat bor. Bu shu demakki, talashqida kechish yo'q. Robbi bir, kitobi bir, yo'l bir, farzlar bir, aqida bir o'xshash. Talashqida nima bor? Özünün şəxsi xahiş, havayı, həvəsi var. Muşununla ergəşməsə, talaşqıdak heç yox. Əmdə Resulullah'dan kim ki ümmətin əhvalığı kəb qaldı? Resulullah'dan kim ki ümmətin əhvalığı şu şəkildə buludu qarindaşlar. Deginimizdək, ümmət ilgirki peyğəmbərlərin vəzifəsini üstüdəki axan. Bir ümmət dini amanatni üstüge elib Allah'ның manhajini, hayat dasturunu insanlar oturusda uyg'unlaymiz, tadbiqlaymiz deb kurash qiladi. Shu şekilde Allah muvaffaq qilib uyg'unlashtiradi, tadbiqlaydi, Allah'ның manhajini hayotga kengri yayadi. Zamanla o'tadi, vaqtning o'tishi bilan asta yo'ldan chiqilgan ahvol yuz beradi. Yana birisi keladi. Yani başka bir nam bilen emdi. O onu davamlaştırıp mağadı. Şu vaxtıda ikisinin oturdu, tokunuş yüz berdi. Eğer öz aldın kaldırdıkıyla aşta bayatın degenimizde şahsi menfaat, havai heves, nupuz meselesi ulanı şunda bir yakısısa oturdu, tokunuş yüz berdi. Eğer bir nokta Allah'ın rızalığını közlese birisi cemiyette kim bolsun? Cennetni közlese, men bu yolning ixlasman edimi deb qarasa, inson bilan qarab baqsa bo'ladi. O'zidan kin kelganlar yoki navbatda islohot nomi bilan o'rtaga chiqqanlar buni ishongan aqidadan boshqa bir aqidani akeldimi? Yo'q, aqida o'xshash.
Bunu işengen zatdan başka bir zatqa iman etdimi? Rabbi ilahi o'xshash. Bunu işengen kitapdan başka bir kitapni keldimi? Kur'an o'xshash. Bunu işengen peygamberden başka peygamberge da'vo keldimi? Yo'q. Hammasi ummati Muhammadiya. Ve bunu közlegen nişandan başka bir nişanni közüldimi? Yo'q. Hammasi dinning, millatning, vatanning manfaatini ko'zlatmoqchi atqanlar. Agar mush ahvollarning hammasida o'rtaqlik turib, yana islohotlarni qabul qilmagan bo'lsa, o'tirdizda chiqqan bo'lsa, cho'qimki bu yerda xuddi ilgari aytganimizdek vaqtlik erishayotgan bir manfaatning to'salg'usi va vaqtlik huzurlanayotgan bir nupuz huzurining to'salg'usi va xohishining hammasi shu. Payg'ambar alayhisalom keldi. İsa alayhisalomning asosiy aqida prinsiplari o'xshash. Peygamber aleyhisselam geldi. Musa aleyhisselam Yahudlarga Allah'ın qaşını ep kelgan Tevratning ta'limoti o'xshash. Agar Yahudilar shu vaqtida haqiqiy ixlosmanlik bilan dinni ko'zlaydigan ish bo'lib qolsa, ergashsa bo'ladi. Xristianlar ergashsa bo'ladi. Bugungi zamonimizda shu qarindoshlar haqiqiy dinning qo'g'duvchilari, himoyachilari davomli alınışıp turadi. Her almashqa vaqtdagi to'qinish, o'tirdagi qarshilik, haqni anglamaslik, haq yo'lga kirmaslik, faqat o'tirdagi nupuz, vaqtliq erishayotgan nupuz masalasi, erishayotgan manfaat masalasi, undan boshqa masala emas. Oyat shuni da'vatida, shu orqali bizga ta'assubiyatga qarata ig'ir signal beryapti qarindoshlar. Bu diniy xizmatda, diniy yo'lda, bu yo'lda ta'assubiyat yo'q. Kim haqiqatni etkazsa, kim islohotni apkelsa, madam o'rtaqligimiz hamma jihat ekan, aqidadimi o'rtaq, payg'ambardimi o'rtaq, kitobdimi o'rtaq, nishondimi o'rtaq, hamma jihat o'rtaq bo'lgan ekan, talishadigan nima? Shu bir manfaat va vaqtlik nupuz va boshqa narsa emas. Oyat mush narsalarni bizga qanday quvvatida deb beryapti qarindoshlar. Yani ayetning mazmunlarini şu asasda xuloslasak, Allah subhanahu va taala dunyodagi payg'ambarlar karvini temsil qilayotgan bu iymon karvinining o'zaro bir-biriga dushman bo'lmasligini. Balki o'rtaq nuqtada ko'p bo'lg'achqa, musaddiqul lima ma'akum bo'lg'achqa asosliq nishonini din düşmanlarga qaratish, hamkorlashib, haq so'zlarni qabul qilib, kimning gapi haq bo'lishini qabul qilib, o'zining nishonini din düşmanlariga qaratish ma'ni tavsiya qilyapti oyatda. Bu din esonda bo'lsin, hech kimningki monopol qilib oladigan bir din emas. Bu dinning xizmati hech kim monopol qilib oladigan xizmat emas. Bu din Musa aleyhisselam'a xas din emas, İsa aleyhisselam'a xas din emas ve başka peygamberlerge xas din emas. Bu din Adem aleyhisselamdan ta kıyametki kadar Allah ziminde uygulamakçı olan, tatbiklamakçı olan, insanlığa bergen, evetken hayat desturunu asas kıladığan din. Bu dinle qaysi peygamber epkelse buluyordu. Her peygamber Allah tarafından evet oldu. Madem İhlasımız sağlam, toğrulan bolsa, aqidimiz sağlam, toğrulan bolsa, nişanımız, maqsadimiz iniq, raslan bolsa, kim haqiqatni epkelsa, kim bu dinning manfaatini, kim musulmonlarning manfaatini asos o'rniga ep chiqsa, shunga ergashish kerak. Uning boshqasi, ya'ni boshqa vaqtlik manfaat bu sabablik va hammasi ta'assubiyat oyatdagi ayblanayotgan nuqta dal mushu qarindoshlar. Din düşmanları asasen muşu noktadan İslam ümmetiga hücum kılanlaydı. Yani muşu oturdaki ihtilaptın. Mesela İslam bilen Hristiyanlar oturusundaki ihtilap, İslam bilen Yahudi, hemmisi mişedin kep çıkıdı. Özünün menfaatini işte bir çapanını kiyivilip durup, mesela değil, İslam dünyası hücum kılmakçı olanlar özünü Hristiyanların çapınını kiyip durup, Yahudiyetinin çapınını kiyip durup, her xil teşkilatlar namıda İslam'a qanday qılıdı, hücum qılıdı. Yani tamam, onu tuttusun. Özümüzün Müslümanlar içindeki Müslüman cemiyetiga kelsak mı? O'xshash. Müslümanlar cemiyetini falan parça qilib bölünakçı olanlar del
diniy tonni kiyib turib, mana o'ttirdagi ziddiyatdan, bizdagi vujudimizga singib ketgan ta'assubiyat, o'zimizning manfaatni asos qilish, o'zimizning vaqtliq nupuzni qo'g'dash uchun jon beradigan bir ahvol bor ya bizda. Shu ahvoldan foydalanib turib bizga hujum qiladi. Allah subhanahu va taolo ma oyatda payg'ambarlardan elvatudi misaqni. Payg'ambarlardan elvatudi ahdini. Bu shu demakki, bu yo'lning beshidagilar, bu xizmatning beshidagilar, bu da'voning, bu karvonningki karvon boshlarining ustiga bu nuqtada alohida mas'uliyat yuklanadi. Andikan oyatning oxirisida Allah subhanahu va taolo deyotdi: "Qala aqrartum va akhadtum ala zalikum isri." Biz shunda iymon aytdik. Allah subhanahu va taologa, payg'ambarga ergashdik, bu kitobni kitobimiz deb e'tirof qildik degan kun ustin tortib biz bunga va'da bergan. Sizlar va'da berdinglarmi? Buni iqror qildinglarmi? Ustunligiga oldinglarmi? Degandan keyin lam qalu aqrarna qalu fashhadu. Iqror qildik biz. Jannatni ko'zlaymiz, shahodatni ko'zlaymiz, niyatimiz Alloh. Nishonimiz jannat. Biz da'voya beg'izimizni chiqayotgan, o'zimizning eg'iz bilan iqror qilyapmiz biz. Alloh subhanahu va taolo oyatning oxirisida nima deyotdi? Qalu fashhadu. Buni sizlar guvohlik qilinglar. Nimaga guvohlik qiladi? Har zamonda guvohlik berishlar yana bir taraf guvohlik qiladi. Payg'ambarlarga guvohlik qiladi. Payg'ambar ummatga guvohlik qiladi. Ummat guvohlik qiladi. Har guvohlik beradigan har shaxs yana bir tarafga guvohlik qiladi. Biz buning mas'uliyatidan asla va asla qutlanmaymiz. Hamda oyat biroz odamni o'yga soladi. Allah subhanahu va taolo buni payg'ambarlardan olgan ahdi, va'da sifati bilan bayon qilyapti qarindoshlar. Yani bu bizga nisbatan bir alohida askartish, ogohlantirish, ta'assubiyatning bo'lmaslik masalasi. Masalan, payg'ambarlar odatda normal demaydi, normal kelmaydi payg'ambarlar. Bilasizlar uni. Har payg'ambar kelib, men payg'ambar Allohningki avatgan yo'lini yetkazguchi deyish uchun normal qonuniyatni boshqalar qilolmaydigan, qonuniyatdan halqagan shaklda bir mo'jizalarni olib keladi. Har payg'ambarning biridan necha o'ndan balki mo'jizalari bor. Buni biz burungi darslarimizda o'tdik va hamma bildigan narsa. Mashta ahvollarda payg'ambarligi jazmlashib qoladi. Jazmlashib bo'lgandan keyin, ya'ni ko'nglida, qalbining tagida payg'ambarga mushu deb bo'lgandan keyin an yuqorqidek bir shaxsiy manfaatlar, vaqtliq nupus qatorliq masalalar tufaylidan rad qilish masalani ig'irlashtiradi. Ya'ni buning mas'uliyati ajoyib ig'ir. Endi mushu ahvolni bugun kunimizga musab har odam o'ylab baqish kerak, har musulmon o'ylab baqish kerak. Bugun payg'ambar kelmaydi. Mo'jizalarni olib kelinmaydi. Ammo Alloh bizga bergan bir aql va Alloh bergan payg'ambarningki ta'limotlari va Rasulullohning ta'limot hadislari va Allohning kitobi Qur'oni Karim va biz mushu nuqtalarda ta'assubiyatni tashlab qo'yib qarasak qarindoshlarni darsimiz oxirlashib qoldi. Bir-birimiz diniy xizmat qilamiz, millat uchun xizmat qilamiz, vatan uchun xizmat qilamiz deb o'rtaga chiqdi. Chiqqan vaqtda intayin go'zal orzu armonlar, go'zal va'dalar bilan o'rtaga chiqdi. Go'zal davomlashdi. Vaqtning o'tishiga ergishib qilayotgan ishimiz din, millat, vatan uchun zararli ko'p qoladi. Tuymaymiz o'zimiz. Andan buni askartadiganlar chiqadi. Ya bevosita askartadi, yoki vositasiz shaklda askartadi, yoki yana bir ishlarni, bir diniy xizmatlarni boshqa shaklda davomlashtirdi. Dal misha kelgan vaqtda darhol yurakka qo'lni tutish kerak. To'xtabdi. Mening qilayotganim to'g'rimi, xatomi? Uning qilayotgani to'g'rimi, xatomi? Mening qilayotganimning unumi qanchalik bo'lyapti? Mening qilayotganim omonatni ustidagi to'liq ado qilishmi yoki masalani so'rashmi? Qatorliq bir muncha masalalar bor. Tabiiyki, hamma masalalar jamiyatdagi men o'rdagandan aniq shaklda tortib akab bo'lmayman, ammo qarindoshlarimga eng oxirida
eng oxirida askaradiganim shu, madam qalbda Allohning ixlosi bilan bo'ldi ekan. Madam dinning manfaatini ko'zlagan ekansa, madam jannatga kirish uchun qadam olgan ekansa, qanday qadam olishni har odam qo'lini yuragiga tutib turib, o'zini tanishish kerak, o'zining qalbini tanishish kerak. Shu vaqtida ta'assubiyat olmaydi, o'z kumuchiga cho'g'da tusholmaydi. Oxirgi manfaatni, eng oxirgi nishonni dinning manfaati, millat vatanning manfaati shaklida ko'zlik asosida davom qiladigan gap. Shuni bilan vaqt munosabati bilan oyat haqida deydiganimiz mushunchlik bo'lsin. Allah subhanahu va taolo hammalarni to'g'ri nishon qarab mangadigan, to'g'ri qarashga ega bo'lgan kishilarning qatoridan qilsin. Chunki darsni tugatgim yo'q qarindoshlar. Chunki deydigan gap ko'p vaqtda ma vaqt munosabatidan tugatmoqchi. Chunki mangadigan nishonimiz bir. Bizda hech farq qiladigan yer yo'q. Allohimiz bir, payg'ambarimiz bir, kitobimiz bir, aqidamiz bir. Hatto fiqh jihatdagi tanlagan yo'llarimiz qadar bir. Agar bizni selishtirish to'g'ri qilib qolsa, farq qiladigan hech bir tarafimiz yo'q. Mashta bir ahvol ostida yana aramizda ba'zi ziddiyatlarning o'rtaga chiqib qolishi, ba'zi xizmatlarda o'zaro kelishmaslik, birisi-birisidan bas talashish, bu bizning qalbimizdagi oyatda tilg'alingandek ta'assubiyat, manfaatparastlik va shaxsiy g'arazning ifodasi bo'lib qolish mumkin. Alloh subhanahu va taolo hammalarni bu xil kasaldan saqlasin. O'qigan darslarimiz bilan avval o'zimizning manfaatlanishiga nisb qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.